Bugungi programmamizda yozuvchi Oyshan Ahmadning Muhammad Beshir Chingvang nomli romanining davomini anglatamiz. Allah Taala'nın berkatida yurtimiz aman, ittifoq, xalqimiz bayashat yashavatıdı. Xalqlar, olvan silik to'la, tökey desem oshim yo'q. Bu silikni tökmesden tiriklikte başım yo'q deb ingrab yuriydi. Shuni saminglarga sep qo'yayki, har qanday bir ish boshqaruvchining millatiga qaramay, qilgan ishiga qarash kerak. Hammada niyat xolis, pok bo'lish kerak. Ey aka, ishkimiz o'xshashli bo'rini yemaydi. Aman xalqqa odillik qilganimiz tuzuk. Chunki odillik zo'rlikdan ustun turadi. Barsan, bir bisib, tomchi suvdek ayrılıp, munchumu, bağrın qatarmu, bakmadın bir qayrilib. Savurdab zerikmasdan Van hocamga qarab qo'yib so'zni davom qiladi. Rastullah, heliqi 7 tal urug'dan 7 xil qo'g'im pishibdi. Buning biri beshak shirin bo'lib, yashanganlarga, yana biri jag'di bo'lib, o'ttir yoshliqlarga, biri ko'kchi bo'lib, yoshlarga, biri shikar suyi bo'lib, mastura ayimlarga, yana biri char qo'g'im bo'lib, bag, xo'ja, amaldorlarga, biri post piyoz bo'lib, danishman olimlarga, yana biri chilgi bo'lib, sabiy bolalarga xos bo'lib pishibdi. Dab o'zi o'ltirgan yilonning terisini so'yib, yog'ochdan karga qilib, uni tortib, ajoyib larzon ovoz chiqadigan muni dabni yasabdi. Keyingi kunlarda kishilar dab ismli bovimizni xotirlash yusidan buni dab deb atagan ekan. Rahmat Savur aka. Sizlar nurg'un narsa bildikanlar. Deganlari bir rivoyat bo'lsa-mu, ammo uningda dab haqida emas, qumul, qo'g'in haqida-mu kishini qoyil qilarlik bilim bor ekan. Yurtimizda bir nag'ma-navo ishlari o'rni qurilsin. Uningga Savur akam bosh bo'lsin. Savur akaga oyda o'rnidan maosh berilsin. Bu o'rinning tafsiliy ishlari haqida tajibigimlar menga ma'lumot yetkazsin. Xo'sh, Van hocam farmonbardormiz. Mihribonu Bismillahirrahmanirrahim deb Qur'onning rajab silingan betini ochdi. U har kuni saharda bomdod namozidan burun uyg'onib, oldirmay tahorat oladi va bomdod namozini o'tab bo'lib, bir pora Qur'on tilovat qiladi. Bugun mu shunday qildi. U qog'ozdan gul o'yib qilingan rajabni qo'lida tutganicha Qur'onning ochiq betiga qaradi. U sura Maryamga kelgan edi. Mihribonu sal unini chiqarib qiroat qildi. Uning ovozi shabnamdek suzuk, oltin qo'ng'iroqdek jarangliq edi. Ritmlari nihoyatda nafs chiqardi. Uningga nurg'un oyatlar yod bo'lg'achqa, gohidan ko'zini yumib olib, yodqa o'qiydi. Mihribonu 5 yoshidan tortibla mo'misining ta'limi bilan ushaq oyatlarni yodqa elib bo'lgan edi. U 7 yoshga kirganda cho'ng dadasi uni Xo'shnizod hekimning tashabbusi bilan Badaxshondan oldirib kelgan G'iyosiddin Eshonning shogirdlaridan birini uyiga taklif qilib, uyda o'qitdi. Mihribonu zirak ham aqlli bo'lg'achqa 12 yoshga kirganda Qur'onni tamomlab bo'lgan edi. Mollasi ko'p o'qigan olim odam edi. Shunga u Mihribonuga arabcha, farscha tillarni o'rgatdi. Keyin bu mollam o'z yurti Badaxshonga qaytqicha Mihribonuga ilmu al-tafsir, ilmu al-hadis, ilmu al-kalom, tafsir, Bayzovining Qur'on tafsiri, Xo'ja Hofiz, Masnaviy Sherif qatorliq kitoblarni qoldirib ketdi.
Mehribonu bu kitoblarning ba'zilarini bir necha rat o'qib bo'ldi. 30 pari Qur'ondagi 114 sura, 6200 dan ortiq oyatning ko'p qismini yodga o'qish bilan birga yana ma'nosiga tushunadigan bo'ldi. Eng muhimi, Qur'on tilovat qilish bilan birga u islom dinining asosiy aqidalarini, kishilar ado qilishga tegishli bo'lgan farzlarni bilib qolmay, balki yana Qur'ondagi turli ijtimoiy tashabbuslarni, axloq o'lchamlarini, hokimiyat bilan din birlashtirilgan, diniy jamoat uchun turg'izilgan diniy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy har bir qoida, qonun tuzumlarini egilib oldi. Islom dinidan boshqa dinlarga e'tiqod qilguvchilarni, bo'libmi Yahudi diniy murtlari, Xristian muxlislari bilan qilingan munoziralarni o'qib, islom dinining ulug'ligini his qildi. Yana u Qur'ondagi arab yerim oralida keng tarqalib yurgan arab hikoyalarini va rivoyatlarini, maqol tamsillarini o'rgandi. U har qitim Qur'on o'qib, uning tafsiri haqida mutolaa ilib borganda, jahonning qorong'u bulung pushqoqlarida sho'li chechib turgan bir nurni ko'rgandek bo'ladi. Bu nur Alloh taolo tarafdan buningdan 1400 yil burun tushirilgan vahiy, Qur'on Karimdir. Mehribonu bugun yana cho'nqur ixlos bilan Qur'onning shu patlarini yana bir qaytim o'qib bo'lib, Qur'onni yopdi va ikki qo'lida tutib yuziga yoqqandan keyin yipak yog'lig'iga o'rab, uyning qibla tarafiga qo'yilgan kitob jahozisining ustiga qo'ydi. Mehribonu odati bo'yicha o'z hujrasida uxlayotgan opasini uyg'otib qo'yishni o'ylagan bo'lsa-mu, bu ili hokimbeglik o'rdasidagilarning necha kundan beri Mehribonudimmi burun uyg'onib oldirashchilik ichida yurganlarini biladi. Shunga o'z hujrasidan sirtqa chiqishni anchalik xohlab ketmadi. U asta o'rnidan turib, hujrasining olmaliq boqqa qargan panjarasini ochib, yog'och tirgish bilan tirab qo'ydi. Bu panjara usti hunarvanning qo'lidan chiqqan o'yma naqshlik panjara edi. Bu panjaraning o'yma gullar tutashtirilgan halqasiga aynak o'rnatilgan bo'lib, qolgan joylarini yog'ochdan o'yib chiqarilgan gullar qoplab turadi. Panjara usti bir qanot tarroq, osti bir qanot kengroq bo'lib, keyniga qayrilib turadi. Panjara ochilgan hamon olmaliq bog'dan sap havo bilan qizil gulning puriqi Mehribonuning dimoqlariga uriladi. Panjaraga udul joydagi etizga qizil gul tikilgan edi. Qizil gul rosa ochilgan bo'lib, kechacha qizil gulning ishqida sayragan bulbul tong saharda nagidur g'oyib bo'lgan edi. Mehribonu bog' ichiga sap soldi. Xiyolidan Umarjonning siyoqi o'tgandek bo'lib, o'zidan xijil bo'lgandek oliqonlar bilan yuzlarini siypab bir uradi. Bu tip-tinch saharda yana nadundur uchib kelgan bir bulbul qizil gul ustiga qo'ndida yana changildab sayrab ketdi. Mehribonuning sukutga cho'mgan qalbi birdilla sayidi. U ko'nglida qizil gulning ishqida sayrayotgan bulbulni o'ylab qoldi. Tova, bulbul qizil gulning echilg'inini ko'rman deb uning ishqida sayraydi ekan. Afsus, toza qizil gul echilgan chog'da saharda uxlab qoladi ekan. Qizil gulning echilg'inini mangu ko'rolmaydi ekan. Shundoq, bu bir hikmat. Bundaq hikmat insonlar hayotidami bor? Parvardigor, Allah buyurgan ishqa bandada nima amal? Peshonamga putilgan taqdiri shu. Bu makon, bu zamon yana kelib bu avlod uning rizqini yiroq yerlarga chashmoqchi. U bu ishlarga o'zining amalsiz ekanligini burilli his qilib, o'zini sukut tutdi. Yig'lab qaqshab kimga yomon bo'lay? Yalvorib,
Talay-tilab nega boray? Temir mixni tashqi kirgizgili bo'ladimi? Qarong'uga chiroq tutganning nima ahamiyati? Baribir tosh go'harni parchalab tashlaydi. U shularni o'ylasami, lekin ko'ngli yanala amin topmadi. U yana kimnidir bog' ichidan izlamoqchi bo'ldi. Lekin bu gavda bu bog' ichidan allaqachon yo'qolgan edi. Mehribonning bir hafta burun onasi Sumanxondan o'zini Qumulvongi Muhammad Beshirvonga yotliq qilmoqchi bo'lganligini anglab yetgan edi. Shu chaqdala u bu kutilmagan taqdirga hayron bo'lib yig'lagan bo'lsa-mu, onasiga biror ig'iz gap so'z qilmagan edi. Bu bir yerlik xonga yotliq bo'lish Mehribon uning baxt taliga kelganligimi yoki sho'l peshoniligimi, buni u his qila olmadi. U faqat onasining ham Hozat Hekimbekning Mehribon uning peshonasiga shundoq putilgan ekan degan gapini esida saqladi. U garchi Umarjonni yaxshi ko'rib qolgan bo'lsa-mu, uning bilan nikohlanish Mehribon uning peshonasiga putilmagan edi. Mehribon gul hidi bilan bulbul navosi qo'shilib ketgan saharga jimjit qarab turaverdi. Uning ko'nglimi ana shu quyosh ko'tarilmagan saharga o'xshaydi. U o'z diyoridan nihoyatda yiroqda bo'lgan Qumul shahrini o'yladi. Uni amriga olmoqchi bo'lgan Muhammad Beshirvon yurt so'raydi. Mehribon kelgusida uning ayoli bo'ladi. Umu Vang janoblari bilan ham suhbatda bo'ladi. Albatta, yurtni odil boshqarib, xalqni farovon qilish kerak. Mehribon tegiyu xiyollarga cho'kib turganda eshikni biri chekkanda qildi. U asta berib eshikni ochgan edi, akisi Nusratbek kirib keldi. Nusratbekning chiroyi so'lg'in ko'rinadi. Chunki uning butun qalbini qayrindoshlik hijroni qoplab olgan edi. U jimjit holda to'rga chiqib, gilam ustida yukindi, ham bir pas yerga qarab o'ltirib olgandan keyin Mehribonga qaradi. Uning ko'zlari namdalgandek bo'ldi. Akisining hasrat yig'ib turgan chiroyiga qarab, Mehribonning boyiqi bahramon holati g'oyib bo'ldi. Akisining ahvoli uningga ma'lumlik edi. Shunga u akisiga qarab tinsiz o'ri turib qoldi. Akisi zarda bilan so'zlashga boshladi. Xolzatbek bilan urushib keldim. Uning xalq qilgan zulmi haddidan ishib qolmay, bu o'rda qasrigimi baloyi ofat ilib keldi. Anglasam, xenim singlim sizni Qumulvonga tortiq qilmoqchi bo'pti. U buni bilan nako'rga yetmoqchi. Sizni bizdan tirik ayirib etmoqchi. Xalqlar olvan siliq to'la, to'kay desam oshim yo'q. Bu siliqni to'kmasdan tiriklikda boshim yo'q deb ingrab yuriydi. Endi biz nima desak bo'ladi? Siz nima uchun norozilik bildirmaysiz? Jinim singlim, opamning biz ikkimizdan boshqa nimasi bor? Siz kessingiz, necha yuz chaqirimlik yiroqlikqa biz qandoq bora olamiz? Tarixdan beri bu bek gunlar o'lsa, o'likini o'z yurtim deb mush yerdan turpanga opirib ko'msa, qizlar cho'ng bo'lsa, necha yuz chaqirimlik yiroqlikdagi valga yotliq qilinsa, bu nima degan dishvorchilik? Yo'l azobi, ko'r azobi degan so'zni bu yerda o'lgan gung beglarning o'likini turpanga ko'tarib bag'anlar aytgan. Endi sizni turpandan yiroq bir joyga yotliq qilib etsak, bu qandoq bo'lg'ini? Bu yerdan ketmang singlim, ketmang. Sizni cho'ng tursangiz, ular nima qila oladi? Jinim singlim, sizdan o'tinib qolay, ketmang. Xolzatxonning qilayotgan ishlarining qaysi xalqqa yiqyotidi, ha? U gunluq mansibiga o'ltiribla, olvan siliqni ko'paytib, bu o'rda qasrni yasab chiqdi. Dadasining qabrisi ustiga gumbaz qo'pirib, oltinliq bino qildi. Yana bir muncha hashamlar bilan yakandan 40 o'ylik darvishni ko'chirib chiqdi. Bunun bilan butun yurtni jandi quloqlarni kiyib, sopoylarni sholdirtib, terik topib qiladigan so'plar qoplab ketdi.
Tığı. Yani tığı. Taş o'starning suyini ko'zga ilmay, oq o'stan choptirib, xalqning qon tarin sho'ravatıdı. Onun tığı eng qamlashmagan yeri. Xalqning olqishiga erishgan Cho'ruqbekni ko'rolmay, o o'limaning ko'ngliga azor beryapti. Uni xalq nima deyapti? Bilamsiz saqlab. Aka, o'zingizni sal besiviling. Sizning yaxshi ko'nglingizni manga ko'yinayotganligingizni bilaman. Shu kunlarda meningmi ko'nglim bak yerim. Qarindoshni yerga silib terisoq unmas. Ko'z yoshlarni daryo qilib sug'ursoq qolmas. Ammo bu jahon hamon bir kuni meni sizdan, sizni mendan ayiradi. Bu almisoqdan beri shundoq bo'lib kelayotgan ish. Nesevisi bo'lsa kelar Shomu Arabdan, nesevisi bo'lmasa ketar qoshi qapoqdan degandek, mening nesibam Shomu Arabga chechilgan chig'i. Ay, taqdirga tan bermay, bandada nima amal? O'lmasakni ko'rishib turamiz. Aka, ko'nglingizni yerim qilmang. Taqdirdan kelgan ishga rozi bo'lmoqdan boshqa amal yo'q. Endi Xalzat tog'amning ishiga kelsak, uning o'rnining buzilgan yerlarini tuzatganligi, buvimizning qabrisiga gumbaz qotirganligi yomon ish emas. Oq o'stangni chepishga tutish qilganligi ham yomon ish emas. Suvning o'zi hayotliqdir. Suv ko'paysa, ochliqmi ko'payadi. Bu xalq uchun yaxshi ish. Biroq xalqning holiga beqishi kerak edi. Bir yurtning cho'ngi bo'lgan kishi barliq ishni odillik bilan o'ylashi kerak. Odillik insonning yaxshi sifatlarining biri. Mansab degan u namoz shamga tangdir. Mansab tutdim deb elni o'ylamasi bo'lmaydi. Mansab tutgan kishining eldan orqada qilib ot chepishimi yaxshi ish emas. El yugurib o'tib ketgan yo'ldan o'tishimi ap emas. Bir yurt bo'lsa, o'zining ilm ahlilari bilan husn topadi. Shunga yurtning boshlig'i ilm ahlilarini asrashi, ulardan foydalanishi kerak. Hamma dili o'z xohishini yo'lga qo'yish, bu hargizmi odillik bo'lmaydi. Mo'tabar olimlarni, o'limalarni qaralash, ularni yo'qotish ko'yida bo'lish, bu xalq bilan qarshilashganlik. Undaqlarni xalq qarg'aydi. Hatto u o'lgandimi, xalq uning yaxshi gapini qilmaydi. Payg'ambar hadislardami ahli o'limalarni hurmat qilish vojib deyilgan. Aka, yigitning sunnati uning chidam g'ayrati bilan mardlik edi. O'zingizni besiviling. Boshpanohing bor bo'lsa, yongan o'tga kirmaysan deyishadi. O'ylab ko'ring. Xalzat tog'imiz ishkimizni go'yo oltin qochidagi guldek asrab cho'ng qildi. Uning panohida biz dadamizdan kichik qolsaqmi, hech qanday jafo mushaqqat tortmadik. Balki oltin tovoqda osh yeb, oltin tushakda cho'ng bo'ldik. Biz uning hurmatini qilishimiz kerak. Gap shu yerga kelganda, atiganlik choy uchun dasturxon, chini chaynak va quruq yemishlarni ko'tarib ishga dedak kirib keldi. Mehribonu oksi bilan birga o'ltirib nashta qildi. Nusratbay 22 yoshga kirgan bo'lsa-mu, texi o'ylanmagan edi. U yuzi oq, ko'zlari yo'g'on, qoshlari qora, bo'yi egiz yigit edi. Nusratbay bilan Mehribonu dadasidan kichik qilib, bu go'ngbaylar o'rdasida Xo'shnizod go'ng bilan Xolzodbekning himoyasida cho'ng bo'ldi. Nusratbekning ko'ngli yumshoq edi. Ammo o'qishga ko'ngil bo'lmaydi. O'yin tomoshaga amroq edi. Mehribonu aksining aksicha bo'lib, o'rganishga qattiq beriladi. U tamkin, lekin bag'ri qattiq edi. Hozir u garchi aksining ko'z yoshiga bag'ri ezilgan bo'lsa-mu, biroq uning deganlariga ancha bo'la e'tibor qilib ketmadi. Nusratbek bo'lsa, shu kunlarda kech-kunduz singlisining g'amida edi. Qiz bola degan ojiz nima?
o'ziga notunish yiroq bir yurtda nima kunlarni ko'ra. O'rdi degan jabr zulmning o'chiqi. Әтті Михрибануның тойы. Гуңбәгләр ордысының һәммәле йері пак-пакс тазаланған. Рәт-мұрат селінған пешайваллық қасырларның дерезі пәнжерлері сырланып, тамлары авараң aqartılған. Ғулжы шәһәрінің төт дәрвазасығы тұташқан yollarның яқсыға рәтлік селінған өй имаретләмі aqartılып, ішік дерезілер сырланған еді. Aslida bu shahar nihoyatda go'zal shahar bo'lib, ko'chalari raqtlik, har bir ko'chaning tub-tuz ketgan yo'llarining ikki tarafiga oq terak tikilgan. Oq teraklar oldidan kichik eriqlar ilingan. Oq teraklar bo'lsa, buyuk baraqsan bo'lib oynib ketgan edi. Ko'chalarga tutashgan olmaliq bog'lar. Suvda setiq rastillari mallarning turi bilan otiladigan bozorlar bugun bo'lakchilik qilib ketdi. Mehribonuning Qumul vang'iga yotliq bo'ladiganligi to'g'risidagi xabar xeyli burunla bu shaharga pur ketgan edi. Uzun yillardan beri Gunbaylar o'rdisida saqlanayotgan Nag'ra, Kanay, Sunaylar Nag'rixonaga elib chiqildi. Nag'ra, Kanay va Sunay chaladiganlar o'xshash yo'lliq baqasandan uzun chapan kiygan. Bellarga qizil pota bog'lagan. Boshlariga qora jiyek tutilgan jigarrang duxovi do'ppi kiygan holda shahar xalqiga to'ydan bishorat bermoqda. Gunbaylar o'rdasidagi cho'ng saroylarga gilamlar, gilam ustidagi tomni cho'ridab atlas ko'rpalar selinib, kumush, mis shamdonlarga shamlar sanjilib, mehmonlarni kutib olishga va to'y mashrablarga tayyorlik qilinmoqda. Oshxonalarning oldinlarida qo'y, kala, tuga, ot, taylar so'yilib, oshxonalarga to'shilmoqda. Yog'liqlarni peshonasiga tushirib, kaynidan ching'idi chigib olgan, oldiga turmilik oq partuqlarni taqib olgan qiz ayollar tonurlab yiqilgan non to'qashlarni, turlik yel yemishlarni taxsa, liganlarga tizib tayyorlamoqda. Qumul vang'i tarafdan avatilgan salopatlik o'g'illar, chiroyli kiyingan xonimlar, appoqlar bir qanchilg'an hujra saroylarni egilib, bir tarafdan Mehribonuga ham uning urug' tuqqanlariga elib kelgan sovg'a salomlarni ati to'y kuni qo'yishga patnislarga silib tayyorlik ko'rsa, yana bir tarafdan Xolzodbekning odamlari bilan kelishib, 9 kunlik to'yning o'rinlashtirilishini kengashmoqda. Mehribonuning onasi Sumanxon ko'zlarida yosh, og'zida kulka, ko'ngli bir qismi bo'lgan holda to'y tayyorligini ko'zdan kechirmoqda. U ustiga anjom savdogarlardan setib olgan chiroyli ko'ngak kiygan. Beshig'a namangan ro'mili solgan edi. Sumanxon yuzlari suzuk, qosh kirpiklari qora, ko'zlari xumarliq, chiroyli, tili tatliq, so'zman, oq ko'ngil ayol edi. U eri o'lib ketgan shuncha yillardan beri ikki bolasiga ham ota, ham ona bo'lib o'tdi. Sumanxon Qumuldan kelgan mehmonlarga nihoyatda yarab ketdi. U bu mehmonlarning hammasini qudullarim deyish bilan qolmay, erlarni baglarim, ayollarni og'ichilarim deb og'zidan tushirmaydi. Mehmonlar kelgan kunidan boshlabla 3 vaqtlik tomoqni o'zi bosh bo'lib attirib, hammalarning ko'nglini xush qildi. Sumanxon garchi yolg'iz qizining yiroq bir o'rda qasriga ketayotganligiga ichidan o'rtinib tursa-mu, lekin yana qizini bir yerlik xonga yotliq qiladiganligidan mamnun edi. Uning ustiga Xolzodbekning aytishicha, Muhammad Beshirvon nihoyatda salopatlik, aqlli, yaxshi odam ekan. Qumul diyarimi puhralari mo'min, obod bir yurt ekan. Qumuldan kelganlarning so'g'i salomlari bu
bu Beykunlar ordusidagilarni hayron qoldiribdi va Sumanaxonning qizining hurmatini oshirdi. Yana bir tarafdan Mehribonuning yeshi cho'ng bo'lib qolgan bo'lsa-mu, o'zlarining baglik jamiyatidan tuzukroq bir loyiq chiqmagan edi. Navoda Mehribonuni yalangto'sh dehqonning o'g'li Umarga yotliq qilsa, bu Beykunlar uchun nomusliq ish hisoblanadi. Bundaq ahvol ostida ori yiroq bo'lsa-mu, bir yerlik xonga Mehribonuning yotliq bo'lishi Eligun beglari uchunmi shon-sharaf, izzat, hurmat edi. Sumanxon shularni o'ylagan holda ko'nglini to'xtatib, darhol to'y tayyorligiga kirishib ketdi, ham qiziga chiroyli gaplarni qilib, uning ma'qulligini oldi. Lekin ona degan onada o'z bag'rini yerib tushgan bir tal qizidan ayrilish vaqti yaqinlashgan seri Sumanxonga bu ayrilish to'limi ig'ir tuyulyotdi. U kechalari yetib o'ylanadi. Endi u qizini ko'rolmaydi. Qizi yerlik bir xonning ilkiga o'tib ketadi. U shahardan bu shaharga kelmak osonmi? Uning xayollari shu yerga kelganda o'rda haqida o'ylab qoldi. O'rda degan haq bilan nahaq urushadigan bir o'rin. Haq demak, ochiq yemakdir. Sumanxonning xayoli shu yerga kelganda beshini ikki tarafga chayqab, ig'ir tinib qo'ydi. U xayolida yana qizim haqiqatan xonga loyiq qiz deb o'ylaydi. Chunki qizining tamkin yurish turishi, oqilona so'z harakatlari onasini, hatto bu gumbaglar ordusidagilarni qoyil qiladi. Shu kunlarda ona bola o'zlarining o'tirsida nihoyatda cho'nqur bir mehr muhabbatning borligini bak his qildi. Mehribonu otasidan kichik qolg'achqa butun mehr muhabbatini birla onasiga atagan edi. Ana qizini go'yo chiroyli bir g'unchini osirgandek osirab, uni bag'riga besib, izzat va mehr muhabbat bilan cho'ng qildi. U bir qizi, bir o'g'li bilan hamma narsasi taldek ko'ngli butun turadi. Uning uchun ikki bolasi ikki to'ruk edi. Afsuski, onalarning qizlaridan ayrilishi tabiiy hol. Bu mangu shundoq bo'ladi. Chunki juftlik yaralgan bu dunyoda qizlarning o'z oilasidan, ota-ona qarindoshidan ayrilib, yot bir oilaga berishi odatga aylanib qolgan. Shunga qachonli bo'lsin, hamma ota-onalar bag'riga besib cho'ng qilgan qizlaridan hamon ayriladi. Qizini yot erning bag'riga uzitib qo'yadi. Buni o'ylaganda Sumanxonning ko'ngli bir oz orom tepib qoldi. Bugun tushdan keyin Mehribonu qizlarning hamrohligida hammomga tushdi. Hammomdan chiqib, qiz qo'ldishi uning chechini yelim suyi surib taradi. Uning tal-tal chochlari qap-qara, parqiraq edi. Ikki tal o'rilgan ikki tom choch Mehribonuni texmi chiroyli qilibdi. Uning opsininkiga o'xshash suzuk yuzi hammom suyida sal-pal qizirib qolgan edi. O'ng qishining quyruq tarafida, burnining ustida va nag'zining yon taraflarida bir necha tal chechak izi bor edi. Hammomdan chiqqandan keyin bu chechak izlari texmi aniq ko'rinib turadi. Mehribonu aynakka qaragan edi, ko'ziga bu chechak izlari uni xilili satlashtirib qo'ygandek ko'rinib ketdi. Amal qancha? Mehribonuning 4 yosh chog'lari edi. Bu yurtdan chechak opiti yamrab ketdi. Bolalarga chechak chiqib qilishdan qo'rqqan Sumanxon o'rda mahallasidan bolalarini dastlabda ko'ri darvoza tarafga. U yerdami palonchining bolasiga chechak chiqibdi deganni anglagandan keyin do'lan darvoza tarafga. U yerdami chechak yetib ketdi degan hamon suv darvoza taraflarga yo'tkab yuradi. Lekin amal bo'lmadi.
ikki bolasiga tangli chechak chiqdi. Teviplarning ko'ngil qo'yib davolishi bilan Sumonxonning ikkili bolasining chechaklari saqaygan bo'lsa-mu, Mehribonuning yuzida ana shu chechak izlari qo'yib qoldi. Shu chaqda shaharda nurg'ulg'an bolalar chechakning baloyi ofatidan o'lib ketgan edi. Sumonxon bo'lsa, bolalarining o'lib ketmaganligiga shukr qildi. Voy, sizning ko'zlaringiz bekmi chiroyli ham o'tliq. Shundoq, ulug' shoir Alisher Navoiyning odam ko'rki yuzdir, yuzning ko'rki ko'z deb yozganidek qapqara agma qoshlaringiz ostidagi buloqdek xumor ko'zlaringiz butun turqingizning subhi nuri. Rahmat qizlar, rahmat sizlarga. Odamning go'zalligi uning yuzidami emas, ko'zidami emas, balki uning qalbida. Voy, meni maqtabli ketdinglar-ku. Komilvangning ordisiga kirib ketsangiz, sizni qachonmi ko'ramiz? Pasanglar oldinglarga chiqaman, sizlarni ko'rgim kelsa, pat-pat kelib turaman. Ot minalaydiganimni bilasizlar-ku. Dal shu chaqda ordining nag'rixonasi ustidan nag'ri ovozi yangradi. Nag'riga birdan kanay, birdan sunay tankash bo'ladi. Shuning bilan qizlar jimib qolishdi. Mehribonu yuziga ozroq ufp surgandan keyin chiroyli tikilgan avrishin ko'ngligini kiydi. Putiga Rossiyadan kirgan parqaroq to'playni kiydi. Uyda qizlar o'ldirishi boshlanib ketdi. Qiz qo'ldishi Bibi Sara nihoyatda chaqqan, kelishgan qiz edi. Dutar chelishni, naqshi aytishni biladi. Uningsiz to'ydagi qizlar o'ldirishi qizimaydi. Bugunmi hamma qizlar Bibi Saraga tanlurib o'ltirishadi. Biroq u dutarni oldirib qo'liga olmadi. Rostini aytganda, u Mehribonuning qumul vang'iga yotliq bo'lishiga ko'nglida norozi edi. Erti bilmagandek, bu yurtdan atlab bir xotin olgan qayrig'i tegmisi nima bo'ladi? Umarjonga o'val bo'ldigan bo'ldi-da, deb o'ylaydi. Qizlarning "Voy, jimib ketding-ku, nima bo'lding sen?" degan savoliga "Ko'nglim yerim" deb qo'yadi. Mehribonu buni allaqachon tuygan. Shunga do'stiga hech narsa demadi. Bir narsa dedi-mu, bo'ldi. Bibi Saraning og'zi ichilib ketdi. Mehribonu qandoqdir bir miskin qiyofatda do'stiga qarab o'ltiradi. Uning qarishidan har qancha norozi bo'lganimiz bilan bekor. Ish bitdi. Hamma to'ylarda xushal-xuram o'ltirib, to'ylarni qizitsam, endi menga kelganda shunday qilamsan. Qayni bizning kichikimizdan birga o'ynab cho'ng bo'lib, jon do'stlardan bo'lganimiz degan ma'nolar chiqib turadi. Bibi Sara do'stiga qarab birdali erib qoldi va pul tishi bilan naqshlangan dutarni qo'liga elib, avval sosladi. Ondan shundoq bir ishtiyoq bilan chaldiki, hammasi tep-tinch o'ltirib, uning naqsini tingshadi. Bevafo bugun borur, ati untari yarani. Odami hargiz unutmas, ko'ngil bergan yarani. Qandoq kishi ketar ekan, yarini tashlab, mayli bo'lsa elib ketar, uyiga boshlab. Qizlar bir-biriga qarashib kulimsirashdi. Mehribonu mayus holda Bibi Saraga qarab, bo'ldi qil deganni ishorat qildi. Qandoq qilay, nech qilay ketib borsangiz, kuyar o'tqa silib qo'yib, unutib qolsangiz. Bu beyitni Bibi Sara o'zi uchun aytgandek qiladi. Qizlarmi uning ma'nosini tushungandek qilib, boshlarini ling'ishtirib Mehribonuga qarashdi. Shu chaqda qizlardan biri: "Hay do'stim, Gulamxonga chala, usul o'ynaymiz" deb qoldi. Bibi Sara bu qizning talbi bilan birdilla padini Gulamxonga yutkadi. Gulamxonning qo'sh po'piki yerga tegamdi, 15 yoshga kirmay turib erga tegamdi. Gulamxonning turgan yeri o'ymoq buloqdir, Gulamxonni zo'rlab olgan shangyu cho'loqdir. Gulamxonning kiygan angni toshbeshi so'ljur, qiyri bilan yotmang hargiz saqali sanjur.
Gülen xanım optan bala çiçi az iken. Gülen xanni algan şangyu tütek taz iken. Rasa usulga tushadigan bu ahang qizlarining tapınını qisitibatdi. Shuning bilan hammasi bir-birlab usul o'ynashga boshladi. Ba'zilari bebi Saraga jo'r bo'lib, xushal naqshi etdi. Qari ko'ngil salim shangyu aldirma texi, bo'yningda bor Gülen xonning qizil tirnaqi. Hay, to'xtanglar bo'ldi. Ambal, shangyu, bag, gong deganlar hammasi bir gap. Hammamiz o'rniga tiqilib olib shangyuni tillasak, boshqa o'ylarning mengisiga dast ketmasin. Voy xudoyim-ay, rost eding do'stim. Hozatbek anglab qolmasin yana. Bo'ldi, to'xtamay chelaveringlar. O degan xalq naqsi. Usulga tushmagan bir qiz qolmadi. Qizlar o'tirishi rasa qizsadi. Mehribonuning ko'ngli echilib qolgandek bo'ldi. Atsa atiganda nikoh o'qish boshlandi. Qumul vanga avatgan salopatlik damollam nikoh o'qishning tayyorligini qilayotgan elilik damollamning yeniga o'tib, oltindan qubi qilinib, yoqutdan ko'z qo'yilgan g'ilobning ichidan yaltirab turgan kumush shamsharni oldi. Bu ulug' Muhammad Beshirvon janoblarining kech-kunduz o'z yenida ilib yuradigan shamshiri. Bu shamshar Vang janoblariga vakolatlik qilar. Elilik damollam xo'sh degunicha shamsharni ishga qo'llab elib, peshonasigacha ko'tardi ham muzdek bisini leviga tekkizib, asta oldiga qo'ydi. Ondan nikoh o'qishni boshladi. Bu to'y elida 9 kun elib berildi. Nag'ra ovozi kech-kunduz yangrab turdi. Saroy-saroylarda, o'rdining xos bog'larida nashrab tamasha qizib ketdi. Nusratbek bo'lsa, kunda sharob ichib mas yurdi. To'yning 15-kuni Qumuldan to'y tartib kelganlarmi, elidan to'y tartib Qumulga boradiganlarmi qizni ko'chirib menish tayyorligini bitirdi. 4 ot qo'shilgan 4 chaqliq yo'g'on harbalar tayyor qilindi. Har bir harvaga birdan chiroq esildi. 20 harvaga Vanga avatilgan sovg'alar va Mehribonuga taalluq narsalar qochilangan edi. Yana bir necha harvaga yo'lda manziralik joylarda orom elish uchun bargoh qurishga chedirlar va yana kerakli narsalar besildi. Qolgan 40 harvada to'y tartib kelgan va to'y ko'chirib mang'an mehmonlar o'ltirishdi. Hurmatli radio anglag'uchilar, yozuvchi Oysham Ahmadning Muhammad Beshir Chingvang nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Talkining dovunidan etingni tomchilab o'tdi. Gapingmi yo'q, so'zingmi yo'q, yurakka o't silib o'tdi. Tangsiz jahon singlimni mendan ayirib etdi. Xolzat degan munofiq singlimni Qumul vang'iga mansab, obro'yini ko'zlab berib etdi. Odam bu kunlarga qandoq chidaydi? Kishi judolik dashtini 100 yil kezib, bir qitim yorining lisoniga yetsa, tortgan jafo mushaqqatlari ko'ziga ko'rinmaydi. Bugungi programmamizning diktorlari Dilnigar Hasan, Salihjon Ro'za Hoji, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Toyir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, nazoratchi Gulbahor G'o'pur.